Ko'p ota-onalar aytadi, "Mani o'g'lim universitetda o'qish kerak." Lekin bitta narsa hech qachon esingizdan chiqmasin. Universitet kelajagingizni hal qilib bermaydi. Ko'pdan ko'p odamlarni ko'ryapman, universitetsiz yaxshi pul topishadi. Undan ham ko'p narsa aytaman. Universitetda o'qigan bolalardan va qizlardan ko'ra ko'proq, ancha ko'proq pul topishadi. Bu gapim bilan nima demoqchiman? Universitetda o'qiydigan bo'lsanglar, zo'r universitet tanlab, zo'r o'qishga harakat qilinglar. Agar sizlar prosta universitetga kirib qo'yaman yoki universitetga kiraman, o'qiyman, oddiyroq universitetda bo'lsa ham deb o'ylayotgan bo'lsanglar, juda ham qattiq adashasizlar. O'sha prosesda, universitetda o'qiyotgan prosesida hunar o'rganmaydigan bo'lsanglar va universitetning bilimiga va diplomiga ishonadigan bo'lsanglar, universitet tugatib bo'lgandan keyin sizlarning maksimal oyligingiz 10 million atrofida bo'ladi. Esimizdan chiqmasin. 10 million 21-asrda hech narsani hal qilib bo'lmaydi va kreditdan kreditgacha ham yashaysizlar. Bundan nima kelib chiqyapti? Yoki zo'r universitetda o'qinglar, yoki hunar o'rganinglar. Oddiy universitetga kiradigan bo'lsanglar, постоянно o'zingizlarni ustingizda ishlashinglar kerak. Charchamaysizlar.